Koreyada vafot etgan Nozimaning onasi Feruza opadan xalqqa murojaat, bu murojaat bilan chiqdi, xalqdan yordam so'rab chiqdi. Ya'ni yordam deganda bu blogerlar tomonidan va u yerda bo'layotgan ishlarni, unga haqoratlarni barchalarida insonlardan yordam so'rab chiqdi. Tibbiy ekspertizani hamma ularga sud ekspertizasi deb ko'rsatayotganini aytmoqda. Do'stlar, sizlar qanday fikrdasizlar? O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Aytinglar, Feruza opa haqmi yoki Avazbek haqmi bu joyda? Video ostiga bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Like va kommentariy обязательно va obuna bo'lishni ham esingizdan chiqarmang. Assalomu alaykum. Men Nozimaning onasi bo'laman, tushuninglar insonlar. Men bekorga Koreyada yurganim yo'q bu yerda. Shu ko'zimga adolat deb keldim. Yana qancha bunga bo'xtonlar, tuhmatlar qilmoqchi insonlar. Internetda chiqayotgan narsalar hammasi yolg'on. Mana meni qo'limda med ekspertiza turibdi. Sud ekspertiza yo'q menda. Shunchalik ham odamlar bag'ri tosh bo'ladimi? Shunchalik ham iflos bo'ladimi odamlar? Buni qaranglar axir. Bunda yozilishicha noaniq deyapti menga. Faqat noaniq deyilyapti. Hali hech narsa qo'limga berilgani yo'q. Advokatlar ham jahli chiqyapti bu narsalardan. Birinchi bo'lib ona bo'lib turib menga beriladi. Tushuninglar, faqat menga beriladi bu narsa. Men onasiman. Men begona inson emasman bolam uchun. Onasiman men. Menga advokatlar orqali taqdim qilinadi bu narsa. Undan keyin men hammaga ko'rsatib beraman, buni majbur qilmanglar menga, iltimos sizlardan. Shuncha tuhmatlar yetadi axir, bolam bechoraga ozmuncha tuhmat qilindimi? Qo'limdagi narsa to'la aniq beryapti-ku.